Voy u yog'i 500 gram bo'ladimi, 1 litr bo'ladimi bilmayman, 50 gram suv olmagan. Navoda uchrashmoqchi bo'lsanglar, Yashnobod tumani, Toshkent shahar. G'alabaning 40-yilligi mavzusida yashayman. 3-kvartaldaman, 14-domdaman, otni qashqasidan hamma taniydi. Qo'shib gapirishni yomon ko'raman. Hech kimga kechalar 10 martalab chiqqanman. Qo'rqaman o'zim, pochkalarimga, yuralarimga o'tish boshladi. Davosi yo'q ekan bunda. Hali tabibga borilishadi, hali urologga borilishadi, hali vrachga zor olmasam kerak deb o'yladim. Rahmat, qo'lingiz yengil bo'lsin. Bu dardga chalinganim mana 6 yil bo'ldi, pandemiya davridan beri. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun bizning mehmonimiz Rahmatullayev Habibulla akam. Assalomu alaykum Habibulla aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Habibulla akam prostata adenomasidan juda ko'p aziyat chekkanlar, qiynalganlar va har xil davolash usullarini qilib ko'rganlar. Hozir o'zlari aytib beradilar. Habibulla aka. Avvalambor haqli O'zbekiston hammanglarga assalomu alaykum. Bu dardga chalinganim mana 6 yil bo'ldi. Pandemiya davridan beri azobini chekib kelardim. Juda ko'pchilik qo'rqitardi. Operatsiya qildirma. Davolasa bo'ladi. Guvanjo bo'lsa ham qolmadi, xullas borib keldim doktor. Ishonch yo'qoldi menda o'zimga bo'lgan. Zor olmasam kerak deb o'yladim. Rahmat, qo'lingiz yengil bo'lsin. O'z oyog'im bilan yurib keldim mana. Bir sutkada davolab o'z oyog'imdan chiqarib yubordingiz, muammolardan qutuldim. Hech kimga kechalar 10 martalab chiqqanman. Qo'rqaman o'zim, pochkalarimga, yuralarimga o'tish boshladi. Davosi yo'q ekan bunda. Hali tabibga borilishadi, hali urologga borilishadi, hali vrachga shifosini topolmay umidsizib qolganman. Allohga behisob shukr, o'zimdan, Allohdan qo'rqaman, qo'shib gapirmayman. Qo'lingiz bundan ham yengil bo'lsin bundan buyog'iga. Mana shifoyini topdim. Ishonchli, yengil 40 yoshimgacha qanday bo'lgan bo'lsa o'sha holatga keltirdingiz. Bundan buyog'iga ilohim mana shundan yuring. Qo'lingiz yengil bo'lsin. Ishoninglar, men Allohdan qo'rqaman, o'zimdan qo'shib bir turib gapirayotganim yo'q. Navoda uchrashmoqchi bo'lsanglar, Yashnobod tumani, Toshkent shahar. G'alabaning 40-yilligi mavzusida yashayman. 3-kvartaldaman, 14-domdaman, otni qashqasidan hamma taniydi. Qo'shib gapirishni yomon ko'raman. Ishoninglar mana Shahro Rahmatullayevga, men xursandman uka, qo'lingiz yengil bo'lsin. Bundan buyon xursandchilik to'y tomoshalarda yaxshilardi. Uchrashib, umrim oxirigacha duo qilaman. Rahmat, salomat bo'ling. Toshoninglarga Alloh baraka bersin, xursandchilik yetkazsin, hech kim kasal bo'lsin. Navoda shu kasallik og'riqli qo'rqmay kelinglar. Shifosi shu yerda. Haftalab, oylab yotmaysizlar. Bir sutda tuzalib ketasizlar. Allohu akbar. Rahmat. Hozir operatsiya qilganimizga 3 kun bo'ldimi? 3-kun bugun. Bugun 4-kun. Bugun 4-kun. Operatsiyani ertangi kunidan trubkani olib tashladik, sidik kanalizdan. Bir so'rga tashladik, shu hech qanaqa og'riq sezganim yo'q. Operatsiya qanday o'tganini bilganim yo'q. Chishda muammo yo'q. Kechasi umuman chiqmay qo'ydim. Operatsiyadan chiqqandan keyin chiqmayman. Bir marta ham chiqmayman. Bizga kelganlarida qorinlarida trubka bor edi, sistostoma trubkasi bilan keluvdilar. Hozir mana uni ham olib tashladik. 3 kun bugun olib tashladik. Hozir anaqa ko'rdik, sinab ko'rdik, hovlarini to'ldirdilar. 500 gram CD yig'ildi salkam. Va hojatga chiqib kelganlaridan keyin 35-40 gram atrofida CD qoldi. Bu juda yaxshi natija, chunki oldin sizda qancha qolgan? Agar 500 gram CD qilsangiz qancha qolgan? Voy u yog'i 500 gram bo'ladimi, 1 litr bo'ladimi bilmayman, 50 gram suv olmaganman. Har 5 minut 10 minutda kirganman, chiqqanman, dod deb Allohdan shifo so'radim. Allohim yengilroq shifo bering. Yengil shifosini sizdan topdim. O'la olgunimcha minnatdorman. Rahmat. To'g'ri xursandman sizlardan mana shu vrachlar. Rahmat. Qo'lingizga shukr. Bo'rtirib gapirmayman, qo'lingiz bundan ham yengil bo'lsin. Rahmat. Kim kelsin, menday xursand bo'lib chiqib ketsin. Amin, amin, aytganingiz kelsin. Topganingizga Alloh baraka bersin, xursandchiliklarda doimo quvonch bilan yashaylik. Hajga borib kelish nasib qilsin. Hoji bobo bo'lib yuringlar. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat, aytganingiz kelsin.